hozirgi kunda keng tarqalgan sabablardan bu asabiylik, kundalik stresslar va ish va uyqu rejimini yo'qligi. Ya'ni siz xohlagan paytingiz ishlashingiz yo xohlagan paytingiz uxlasangiz, uyquni rejimi buziladi va bizdagi fiziologik normadagi rejimlar buzilib, biz uyqumizni yo'qotib qo'yamiz. Bundan keyin bosh og'rig'i, jizzakilik, asabiylik o'ta kuchayadi, kayfiyat tushib ketishi, yig'i kelishi va ishingizni, faoliyatingizni maksimal darajada foydali olib bora olmaslik. Shu sababli ishingizda natijalar tushib borishi, ya'ni foydali koeffitsientingiz tushib ketishi kuzatiladi va bu apatiya, ya'ni hech narsa qilgingiz kelmay qolishi, hayotga qiziqishingiz tushib borishi, motivatsiyalarning tushishiga olib keladi va yetarli darajada o'zingiz xohlagan darajadagi hayot sifatiga, hayot darajasiga erishishingizga to'sqinlik qiladi. Yuqorida keltirilgan sabablardan kelib chiqqan holda birinchi navbatda xotirjamlik. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar xotirjam bo'ling. O'zingizni, emotsiyalaringizni boshqaring. Ya'ni emotsiyalaringiz sizni boshqarmasin, asabiylashtirmasin, siz ularni jilovlang. Va bu ruhiy xotirjamlik chaqiradi. O'zingizni ruhiy kuchli sezasiz. Har xil keraksiz bo'lgan muammolar bilan miyangizni band qilmang. Bugungi kuningizdan xursand bo'lib, maksimal energiya olib, maksimal zavqlanib yashang va bugungi kuningiz ertangi kuningizni xuddi shunday o'tishiga zamin yaratadi. Kayfiyatingiz ko'tarilgan sari uyqungiz rejimi, umumiy hayot darajangiz osha boshlaydi. Asablaringiz tinchlanadi va bu sizga hayot darajasini oshirishga yordam beradi.